Siz axborot dasturini tomosha qilyapsiz. Prezidentimizning favqulodda vaziyatlar organlari faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi hamda 2026-yil 5-yanvarda qabul qilingan Respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi tomonidan Zangiota tumanida tadbir tashkil etildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi Toshkent viloyati hokimligi qator tashkilotlar, shuningdek viloyat hududiy gaz aksiyadorlik jamiyati, hududiy elektr tarmoqlari mas'ullari, mahalla faollari dastlab sohaga taalluqli qator dolzarb masalalarni keng muhokama qilishdi. Shundan keyin mahallalarda ilmiy amaliy yondashuvlarga asoslangan kompleks va keng qamrovli o'rganishlar o'tkazildi. Xususan, aholi xonadonlarida favqulodda vaziyatlarning yuzaga kelish xavfini kamaytirishga qaratilgan profilaktik choralar ko'rildi. Yong'in, is gazi bilan zaharlanish, chaqnash kabi baxtsiz hodisalarning oldini olish, elektr energiyasi, tabiiy gaz va muqobil yoqilg'i turlaridan hamda isitish pechlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga to'la rioya etilishi, elektr va gaz tarmoqlariga noqonuniy ulanish holatlarini bartaraf qilish masalalari ilmiy texnik yondashuvlar asosida o'rganildi. Maqsad aholini is gazidan zaharlanishni oldini olish, yong'in holatlarini kamaytirish, gaz jihozlaridan to'g'ri foydalanish, ijtimoiy obyektlari aholi o'rtasida, mahallalar o'rtasida doimiy targ'ibotlar olib boriladi. Tadbirlar davomida dudbron, pech va mo'rikonlar, shamolatish tizimlarining holati, nosoz elektr qurilmalari, elektr avtomatlari, sim va kabellarning sozligi, tejamkor gaz gorilkalari o'rnatilishi, elektr simlarining izolyatsiya qilinishi kabi masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Asosiy maqsad mahallalarda xavfsizlikni ta'minlash ishlarini mahallabay hamda xonadonbay tizimida yo'lga qo'yish. Mahallamizni favqulodda vaziyatlardan himoyalangan hududga aylantiramiz shiori ostida aholining xavfsizlik madaniyatini oshirishdan iborat.